Parashyutdan oxirgi bo'lib tushib o'lib ketish joningizga tegdimi? Unda bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Birinchi navbatda tushmoqchi bo'lgan joyimizni metkalab olamiz. Metkamizga 750 metr qolganda samolyotdan sakraymiz va joystikni 75 gradusga burib, ekranni pastga bosamiz. Ko'rib turibsizki, bizning parashyutimiz maksimal tezlik, ya'ni 234 km/s ga chiqdi. Ko'rib turganingizdek, siz hammadan birinchi tushdingiz. Bu masofalar hamma kartalarda har xil. Misol uchun Livikda 350-400 metr atrofida, Erangelda 750-800 metr atrofida. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.